Assalomu alaykum hammaga. 10x Tracker Monza mashinalariga juda ham ko'plar Magic'lar qo'ydiraman deb yuradi. Oddiy Magic'lar qo'ydiradi, dominant, lekin muammo bo'ladi. Ko'p predelkali ish bo'ladi. Shuning uchun yangi chiqqan dominant 906S kanlik variantni o'rnatib berayotganimizga. Sifati juda ham yaxshi. Umuman predelka ish deyarli kam qilinadi juda ham. Shuning uchun o'yinlar ham ko'tarilgan funksiyalari bor. O'yna blok qo'ymaysizlar. Pejeri bo'ladi. Oddiy shu dominant obyektni qo'yayotgan paytimiz mana bolachasi ham zo'r chiqqan buni. Ishlashi ham juda ham zo'r, uzoqdan beradi. Xullas pulini oqlab beradi. Narxi hozirgi kunda 139-140 dollar atrofida chiqyapti. Mashinamizda qulflaymiz, bitta bosamiz. 4 tonani avtomatik yopadi. 4 tonani avtomatik tarzda ko'tarib qo'yadi. Birin-ketin ko'tarmaydi, avtomatik ko'taradi. Mashina qulflandi. 3 ta bosib tursak, bagaj qismini ochib qo'yadi. Xo'p, keyin 4 ta bosib tursak, mashinamiz o'ta oladi. Pagerga xabar ham keladi. Mashinamiz o'tolgandan keyin pagerga xabar keladi. Shundan bilsak bo'ladi. Bu ochiq joydan 2 kilometr, 3 kilometrgacha bemalol beradi. Hozir pulini oqlaydigan pul shu bo'ladi. Buni 909 ham bor, 908 ham chiqqan. Bosib turamiz, oxirgi knopkani. Mashinamiz o'chadi. Ochamiz. Bir bilan ikkini bitta bossak, ovoz chiqadi. Ovozni o'chirib qo'ydim hozir. Salon holati hammasi joy-joyiga turadi. Stoplari onasilar birga bir ishlayveradi. Ko'p obunachilarimizga aytyapman, to'g'risi YouTube'ga video qo'yishga vaqtim bo'lmayapti. Shu uchun Surxondaryo Termiz shahriga 21, 22, 23, 24 mart kunlari bo'laman. Bemalol sizga qilishlaringiz bo'ladi. YouTube'ga video qo'yganman, Telegramga aytib boryapman, to'g'rirog'i qo'yishga vaqtim bo'lmayapti. Shuning uchun kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol yozsalaringiz qilib beramiz. Ustanovka xizmatlarimiz ham bor. Ustanovkasi alohida summa bo'ladi buni. Pultni o'zi 138, 140 dollar atrofida chiqadi. Shu atrofga chiqib turadi kursga qarab. O'shanga zakaz qilib olsangiz bo'ladi. Tracker 10x Monza hammasiga tushadi. Chiroyli ustanovka qilib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda.